Assalomu alaykum. Parandash qibozlari, kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa 2,5 oydan o'tgan bir-biridan sog'lom ajoyib jo'jalarimizni obzor qilamiz. Kimga kerak bo'lsa, o'limdan chiqqan katta bo'lib qolgan jo'jalar zotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Avstralop ruminskiy bu yoqda 2,5 oydan o'tib qolganlari. Xanxyap degan jo'jalarimiz bor. Mana shu ko'rib turgan sariq jo'jalar xanxyaplar hammasi, qoralarning hammasi Avstralop ruminskiy. Mana jo'jalarimiz. Bu yoqda ham bor. Yuribdi. 80 taga yaqin, 80 ta atrofida jo'jalarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bular ozgina tushuntirib o'taman. Bilganlar uchun eslatma, bilmaganlarga ma'lumot. Xudo xolasa, bu jo'jalarimiz makiyonlari 2,5-3 kilogacha go'sht qiladi. Xo'rozlari 4-4,5 kilogacha go'sht qiladi. Tuxum go'sht yo'nalishi bo'yicha yo'nalishdagi makiyon xo'rozlar. Xo'sh, bularning endi tuxumga kirish vaqti 5 oydan 6 oygacha bo'lgan vaqt. Tuxumga kiradi. Hozir 2,5 oydan oshgan, pashta 3 oyga yaqinlashib qoldi bular. Xo'p, bularni tuxum berish koeffitsiyenti 270 tadan 300 tagacha bo'ladi. Xanxyaplar juda ham yirik bo'ladi bular ham. Tuxum yo'nalishida juda ham zo'r bo'ladi. Immuniteti juda ham kuchli jo'jalar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 80 ming so'mdan. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram, Imo hamma sotsetilarni ochib qo'yganmiz. Like, podpiskani bosib qo'yinglar do'stlar. Ko'proq odamga tarqash uchun. Xo'sh do'stlar, endi kichkina variantlari bor, xuddi shularni. Kichkina variantlari bular 1,5 oydan o'tgan, 2 oyga yaqinlashgan jo'jalar, hammasi sog'lom jo'jalar. Donlarini yeb, suvlarini ichib bo'ldi, endi bemalol dam olishyapti bular. Bular turi hammasi xanxyap, ichida 2 ta adlerskiylari bor. Qolgani hammasi xanxyap. Shtuklarini bilmayman, 50 ta atrofida bo'lish kerak. Aniq sanaganim yo'q qanchaligini. 50 ta atrofida bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bular narxlari 47 ming so'mdan. Xo'sh, Avstralop ruminskiyni kichikroq variantlari mana. Bular ham juda ham sog'lom, juda zo'r jo'jalar. Bularning ham narxlari 47 mingdan. 2 oyga yaqinlari. Qo'limni yeb qo'yma. Xo'sh, tuxum yo'nalishi bo'yicha eng rekord 2026 ni rekordmen jo'jalari. Bularda jasadlari xo'sh, kichikroq bo'ladi, lekin 4,5 oyda tuxumga kiradi. Ligorin zotli jo'jalarimiz. Xo'p, bular oppoq bo'ladi, hamma yog'i, biron tanasida dog'i bo'lmaydi. Juda ham oppoq, tuxumlari qolgan Andijon qoraliga nisbatan ancha yirik bo'ladi. O'zi jasadi kichkina bo'lgan bilan tuxumlar yirik bo'ladi. Yiliga 300 ta, 320 ta tuxum beradi. 4 yil bemalol tuxumlarni olishingiz mumkin. Hammasi sog'lom jo'jalar. Xo'p, o'zimizda mesni Andijon qora jo'jalarimiz. Bularni 1 oydan o'tib qoldi bular. 1 oyu gidida bir 10 kunlik bo'lib qoldi. 1,5 oyga yaqinlashdi. Mana ular 1 oylik jo'jalar. Bular ham 1 kun 2 kun o'tgan bo'lishi mumkin 1 oydan. Andijon qora jo'jalarimiz bular. Bular ham hammasi sog'lom, hammasi zo'r jo'jalar. Bular tuxum go'sht yo'nalishi bo'yicha makiyonlari 2 kilogacha, xo'rozlari 3,5 kilogacha go'sht qiladi.
Yiliga 250 tadan 270 ta tuxum olsalaring bo'ladi bular. 2 yil zo'r tuxum beradi. 2 yildan keyin o'sha tuxum berish koeffitsiyenti tushadi ancha. Bu degani tuxum bermaydi degani emas. Albatta tuxum beradi, lekin shu 250-270 ta atrofida tuxum olish qiyinroq bo'lib qoladi bular. Bugungi obzorlarimiz shu do'stlar. Kimga kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Xo'sh, manzilimizni eslatib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavkalarimiz albatta отдельно pullik bo'ladi. Xo'sh. Yana nima ma'lumotlar qolgan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketasizlar. Pullari, zotlari, tuxum berish koeffitsiyentlari, kilolari hammasini aytib o'tdim menimcha. Bizdan ko'pchilik kattaroq bo'lib qolgan jo'jalar so'ragandi. Albatta kichikroq jo'jalar ham so'raganlar bor. Hammasini obzor qilib chiqardik. Bemalol aloqaga chiqib telefon qilishlaring mumkin do'stlar. Hammaga rahmat.